Akalarim salonimiz ham kundan kunga rivojlanib boryapti. Xullas, bugun biz Smart bazaga yetib kelganmiz. Yangi ochilayotgan mashina texnikalarni vaqti arzon narxda topsanglar bo'ladi. Vizon oxiriga ko'rlar shuni to'lab beraman. Ketdik. Akalar, mana yoz ham kelyapti. Aniq siz uchun konditsioner kerak. Konditsionerda arzon narxda sifatlidan qidiryapsiz, mana sizga 2.990 mingdan boshlangan. Undan tashqari kir moshina so'raganlar uchun kir moshinalarimiz 2.400 mingdan boshlanadi. Rostdan zavod narximi bu? Xalajaliklarimiz narxi 1.950 mingdan boshlanadi desam ishonasizlarmi? Undan tashqari duxovkalar narxi ham 550 mingdan boshlanar ekan. Plisoslar narxi vaqti kulguli narx ekan. Ushbu Samsung plisosimiz narxi 650 ming so'm. Ushbu Zipler plisosimiz narxi esa 600 ming so'mdan. Nima aka, rostdan sizlar nima qilyapsizlar aytinglar. Plisoslarimiz 32 na 85 razmergacha bor ekan. Narxlari rostdan maza qiladigan narxda. Narxi 990 mingdan boshlanar ekan. Sizlar uchun sifatli va arzon narsalar chiqarishda davom etyapmiz. Shunga bizga podpiska bo'lish esdan chiqmasin. Xullas akalar, 14-aprel kuni, ya'ni ertaga soat 8:00 da Smart bazada hammani kutib qolaman. Ochilish marosimi bo'lib o'tadi. Manzilimiz Shahrixon tuman Hamza ko'chada joylashgan retro oshxonani yonginasida.